Hurmatli Qa'day va Karomat O'rinboyeva, sizga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimizda inson qadrini ulug'lash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda mehr-oqibat tamoyillarini mustahkam qaror topishi yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu islohotlarning amaliy ifodasi sifatida 2026-yil haj safari yo'llanmasini taqdim etiladi. Alloh taolo sizning prezident hoji sifatida qiladigan haj amallaringizni dargohida qabul qilsin. Safaringiz xayrli va barakatli, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Siz tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, opa. Muborak bo'lsin. Prezidentimizni yo'llanmasi bilan prezident hojisi bo'lish maqomi sizlarga nasib qildi. Har doim niyat qilardim. Allohdan bunda namozimda menga ham ko'p qatorida haj safarlariga nima qilgin Allohim yo'l bergin, haj safarlariga borib kelay. Ko'p qatorida niyat qilardim.